Maydalab yog'ib turgan yomg'irning nimaga yog'ayotganini, qachon yog'ishini, qachon to'xtashini bugun deyarli salgina savodi bor har bitta odam bila oladi. Lekin buni shu darajada bila olish uchun insoniyat minglab yillarcha umrini sarflagan. Dastlab inson yomg'irdan qo'rqqan, sig'ingan, u haqida afsonalar to'qigan. Nima uchun afsonalar to'qigan? Chunki insonda doimo atrofda sodir bo'layotgan, o'zini hayotida ro'y berayotgan voqealarni aqlga muvofiq tarzda, ratsional tarzda, sabab oqibat zanjiriga tayangan holda tushunish ehtiyoji bor. Ya'ni odam biror bir hodisa qaysidir sababdan kelib chiqqanligini bilishni xohlaydi yoki o'zi qilayotgan biror bir xatti-harakat qandaydir oqibatga olib borishini bilishni xohlaydi. Va shu tariqa inson o'z hayotini tushunishga, rejalashtirishga, istiqbolini bashorat qilishga harakat qiladi. Va mana shu funksiyani atrof muhitni tushuntirish, borliqni tushuntirish vazifasini bir umr falsafa tushuntirib qo'yadi. Mana shu insonni o'rab turgan atrofni aqlga muvofiq tushunish va uni turli qo'rquvlardan, dahshatlardan, ikkilanishlardan xoli qilish vazifasi falsafaning yelkasiga tushgan. Falsafa dastlab afsona shaklida, keyinchalik esa oqilona tafakkur shaklida namoyon bo'lgan. Masalan, qadimgi yunonlar uchun falsafa atrof muhitni aqlga muvofiq tushunish usuli bo'lgan. O'rta asrlarda falsafa din nimaligini, dinning foyda zararlarini, dinning chin yoki xatoligini, dinga bo'lgan e'tiqodda asoslashni va hokazo din bilan bog'liq barcha narsani tushuntirishga xizmat qilgan. Yangi davrga kelib falsafa fanning nima ekanligini insonga tushuntirgan, uning foydalarini insonga tushuntirgan, uning kelajak farovonligi uchun ahamiyatini insonga tushuntirgan. 20-asrga kelib falsafa urush va tinchlik qanday ne'mat ekanligini, inson hayotining ma'nosi nima ekanligini, moddiy ne'matlardan boshqa inson hayotida qanday ma'no bo'lishi mumkinligi masalasi bilan shug'ullanib keldi. Va shu nuqtai nazardan umumlashtirib aytish mumkinki, falsafa har doim, har zamonda insonga atrof muhitni aqlga muvofiq tarzda tushuntirish bilan shug'ullangan. Aytishingiz mumkin, hozir yomg'irning yog'ishini gidrometeorologiya tushuntirib beradi-ku. To'g'ri. Gidrometeorologiya tushuntiradi, jamiyatni sotsiologiya tushuntiradi, siyosatni politologiya tushuntiradi, ruhiyatni psixologiya tushuntiradi, borliqni fizika, ximiya, biologiya tushuntiradi. Lekin u til faqat maxsus tayyorgarlikka ega olimlar, tadqiqotchilar, nari borsa talabalar uchungina tushunarli. Lekin omma uchun, hamma uchun bir xil bo'lgan tilda tushuntirish bu falsafaning vazifasi. Ba'zan eshitib qolasiz, falsafa nimaga kerak? Hattoki buyuk ingliz mutafakkiri Bertrand Russell o'zining intervyularidan birida shunday bashorat qilgan edi. Texnika, texnologiya va fan rivojlangan paytda falsafaga ehtiyoj kamayadi deb. To'g'ri, rostdan ham bugun falsafaga ehtiyoj kamayganday taassurot uyg'otmoqda. Rostdan ham boshqa fanlar hamma narsani tushuntirib bermoqda. Hattoki tushunmagan narsangizni Google ga yozing, sun'iy intellektdan so'rang, tushuntirib beradi. Lekin insoniyat oldida xuddi o'sha yomg'irning yog'ishini tushunmayotgan paytdagidek ikkilanishlar, qo'rquvlar, dahshatlar, umidsizlik turibdi. Masalan, birgina sun'iy intellekt o'zi nima? Sun'iy intellekt bizning hayotimizga kirib kelsa qanday o'zgarishlarga olib kelishi mumkin? Bizning hayotimiz yaxshilanadimi, yomonlashadimi? Bizga bundan foyda bo'ladimi, zarar bo'ladimi? Biz sun'iy intellekt bilan birgalikda, hamkorlikda, sheriklikda yashab keta olamizmi yo u bizni mahv etadimi? Jinslararo munosabatlar qanday o'zgaradi? Qadriyatlar qanday o'zgaradi? Bizni axloqiy me'yorlarimiz biz chin deb hisoblagan narsalar chinligini saqlab qoladimi, yo'qmi? Yoki deylik yadro masalasini oling, yoki tinchlik masalasini oling. Borib inson o'zini o'zi balkim yo'q qilar. Inson yaratgan texnika, texnologiya balkim uni yo'q qilar. Balkim inson yaratgan texnika, texnologiya uning najotkori bo'lar. Va umuman mana shu kabi zamonaviy savollar, masalan deylik, iqlim o'zgarishi, ekologik inqirozlar, chiqindilarning oshib ketishi, iste'mol natijasida chiqindilarning oshib ketishi kabi ko'plab muammolar bugungi kunda, resurslar taqchilligi kabi ko'plab muammolar bugungi kunda insonni ikkilantiryapti, insonni xavotirlantiryapti, insonni o'yga solyapti. Va mana shu masalalar
bevosita falsafa bir umr shug'ullangan dunyoqarash masalalari, bevosita falsafaga daxldor, aql bilan izohlanish kerak bo'lgan, aql bilan tushuntirilish kerak bo'lgan masalalar hisoblanadi. Agar falsafa shularni tushuntirib bera olsa, insoniyat bor ekan, falsafa bor bo'laveradi. Agar shu masalalarni falsafa tushuntirib bera olmasa, unga zarurat sezilmay turaveradi. Agar tadqiqotchilarimiz, yosh faylasuflarimiz, olimlarimiz ham bizni o'rab turgan hayot, bizni o'rab turgan atrof muhitni tushuntirib bermas ekan, boshqalardan farqli ravishda, ommaga tushunarli, sodda tilda, ratsional tilda tushuntirib bermas ekan, ularning falsafasiga ehtiyoj bo'lmaydi. Masalan, Yuval Noah Hararining Sapiens kitobini oling, yoki deylik, Ajimovning Mamlakatlar inqirozi sabablari kitobini oling. Shu kitoblar ham aslini olib qaraganingizda yo tarix, yo iqtisodga doir asarlardek tuyuladi. Vaholanki, bularning hammasi falsafiy asarlar va ana shu insonlar bizning davrimizning faylasuflari. Steven Pickerni oling, Stephen Hawkingni oling, bularning hammasi turli sohalarda faoliyat yuritgan olimlar bo'lishiga qaramasdan, bizni davrimizni mutafakkirlari. Negaki ular davrimiz muammolarini barchadan oldin payqagan, davrimiz muammolariga barchaning diqqatini birinchi bo'lib qaratgan, davrimiz muammolariga oid muayyan yechimlar bergan va ularning istiqbolda keltirib chiqarish mumkin bo'lgan oqibatlariga oid bashoratlar bera olgan. Shu ma'noda uni masalan Hawkingni faqat fizik emas, yoki deylik Pinkerni faqat sotsiolog, psixolog emas, yoki deylik Sapiensni tarixchi o'qimaydi, hamma o'qiydi. Demak, faylasufning vazifasi, falsafaning vazifasi insoniyat oldida turgan mavhumlikni aniqlikka aylantirish, abstraktlikni konkretlikka aylantirish, tushunarsiz bo'lgan narsani tushunarli narsaga aylantirish, ko'pchilikka noma'lum bo'lgan narsani ma'lum narsaga aylantirish va insoniyat uchun, yashash uchun qadriyatli mo'ljallarni ko'rsatib berish falsafani eng muhim vazifasi hisoblanadi. Shuni amalga oshira olgan odam har davrning faylasufi, mutafakkiri sanaladi. Bu mening qarichim o'lchovlari. Siznikini izohlarda kutaman.